Assalomu alaykum. Fuqarolar, xalqim, keyingi videomni chiqaryapman, xudo xolasa. Menimcha, adashmasam uzun videoga o'tdim shekilli. Kecha 3 minut 7 sekund o'tib ketibdi. 3 minutdan uzun videoga tushib qoldi shekilli, o'rganib oldim shekilli. Endi uzun videoda ham chiqaraveramiz. Kechagi gapimni davomida sudga murojaat qilishga haqqi bor fuqaroni mansabdor shaxs o'z vakolatini bajarmaganda. Lekin bu sud masalasi ozgina og'irroq. Nega deganda juda ham haligi nima deydi, nozik narsa. O'shaning uchun birinchi bir o'zingizni huquqingizni himoya qilib tashkilotlarga borib bir harakat qilib ko'rsangiz, keyin bo'lmasa agar keyin sudga chiqsangiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki sudlarning ahvolini ko'ryapsizlar o'zingizlar, juda qiyin masala. Keyin fuqaro bilan davlat organini orasidagi muammoni davlat organi hal qilayotganda o'zingizlar bilasizlar kim tarafini olishini. O'shaning uchun birinchi o'zingizlarni himoya qilishga kelganda tashkilotlarga, sizlarni himoya qiladigan tashkilotlarga murojaat qilib, o'shalar orqali huquqingizni tiklashi yoki mansabdor shaxs o'z vakolatini bajarishini talabini qo'yib, shu holatlarni qonuniy darajada yo'lga qo'ya olsangiz, maqsadga muvofiqroq bo'ladida. O'shanda sizni huquqingiz ham tiklanadi, sudni ham keragi bo'lmaydi sizga. Keyin sudda qiyin masala, unda advokat olishingiz kerak, o'zingiz qonunlarni yaxshi bilmasangiz. Keyin yana nima desam bo'ladi? Shundan kelib chiqib yaxshilab o'ylab ko'rsanglar, undan ko'ra shu muammolaringizni mansabdor shaxslar bilan ularni vakolat darajasida hal qilsangiz, sizga nima deydi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sudga oxirgi anaqa nima desa bo'ladi, imkoniyat bu sud. Sudga chiqqaningizdan keyin sud qaror qabul qilgandan keyin u qarorni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi, qiyin ahvolga tushib qolasiz. Agar sizga qarshi da'voingiz qoniqtirilmasa, keyin qolgan mansabdor shaxslar ham sizdan anaqa qiladi, nima deydi, отказ qiladi. Nega deganda aytadiki, sizni muammongiz bo'yicha sud qarori bor. Bo'ldi, endi biz sizni ishingizni hal qilmaymiz. Mana qaror chiqdi, bo'ldi, sud oxirgi instansiya shu deydi-da. O'shaning uchun sudga chiqmasdan oldin o'zingizni muammongizni mansabdor shaxslarning vakolatidan kelib chiqib, majburiyatlaridan kelib chiqib hal qilsangiz osonroq bo'ladi. Chunki bu masala men o'zim boshimdan o'tdi. Hozir mana sud qaroridan qonuniy chiqqaniga men ham bir oddiy fuqaroman. Unaqa yuridik ma'lumotim yo'q. Lekin hozir o'qiyapman yuridikada. Lekin o'sha paytlarda yuridik ma'lumotim bo'lmagan. Kerakli joylarga chiqmaganligim uchun o'tkazib yuborib, to'ppa-to'g'ri sudga chiqqanligim uchun endi qiynalib yotibman. Endi u tashkilotlarga borsam, meni himoya qilgin desam, sizni masalangiz bo'yicha sud qarori bor, qanday himoya qilamiz sizni, deyapti. O'shaning uchun aytayapmanki, birinchi galda sudsiz muammongizni hal qilishga harakat qiling. Ana undan keyin bo'lmasa oxirgi haligi anaqa qadamingiz sud bo'ladi, oxirgisi. Bu chiqmagan jondan umid deydi-yu. Ana o'shandan keyin sudda qarorini faqat sudni qarorini sud bekor qiladi. Boshqa hech kim bekor qila olmaydi. Lekin sudni qarori qonuniy bo'lishi kerak. Qonunga amal qilingan holda chiqarilishi kerak. Va bu holatlarni nazorat qiluvchi organlar bor. Lekin o'sha organlar ham ozgina o'zini orqaga tashlashadi. Boshqacha tushuntirishadi sizga. Sudni ishiga aralashishga haqqimiz yo'q deydi, sizda qarori chiqqan deydi, boshqa deydi, u deydi, bu deydi. Ish qilib qiynalib qolasiz. O'shaning uchun birinchi mansabdor shaxslar bilan ularning vakolatlari, majburiyatlari darajasida ishingizni hal qilishga harakat qiling. Va bitta yana hozir men o'zim qo'llayotgan tartib to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman, sizlarga aytib o'taman. Shu tartibni
man masalan senatga yoki qonunchilik palatasiga borsam, senator yoki deputat, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati noqonuniy harakatini tushunib yetsam, noqonuniy harakat qilayotganini bilsam, man 02 qilaman militsiyaga. Militsiyaga 02 qilamanda, ular uchastkovoy jo'natishadi. Uchastkovoy jo'natib, bayonnoma tuzib bering deyman. Kelib bayonnoma tuzib beradi. Ana o'sha bayonnoma orqali huquqim buzilganligini, ya'ni fakti bu. Qog'ozga tushirib beradi huquqim buzilganligini. Deputatlar tarafidan yoki senatorlar tarafidan yoki boshqa mansabdor shaxs tarafidan farqi yo'q. Kim boshqa mansabdor shaxs bo'lishi ham mumkin. Quyi turuvchi organlar bo'lishi mumkin. Ana undan keyin uni mani ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 8-moddasi bor. Fuqarolarning erkinliklarini, qonuniy huquqlarini va himoya qiladi degan joyi bor. Ana o'shandan kelib chiqib men aytyapman. Hozir endi prokuraturaga murojaat qilinglar deyapman. Senatorni yoki bo'lmasam Qonunchilik palatasi deputatini daxlsizligini bekor qilish masalasi bo'yicha va javobgarlikka tortish masalasi bo'yicha qonun buzganligi uchun, meni huquqimni buzganligi uchun. Ana o'sha stadiyada, o'sha holatda hozir meni ishlarim turibdi. Hozir Ichki ishlar vazirligida bu masalalarni hal qilyapman. Ko'ramiz endi nima bo'ladi, nima qo'yadi. Endi chiqmagan jondan umid deydi-yu. Bir haligi nima deydi, buni fuqarolarni himoya qilish yo'llari har bitta tashkilotga o'zlari vakolat darajasida berilgan. Erkinliklarini, huquqlarini himoya qilishga. Har bir davlat organiga qonun bilan. Ana o'shaning uchun aytaman, har bitta davlat organi o'z vakolatlari, o'z huquqlariga tan kelib chiqib fuqaroni huquqini himoya qilsa, unda fuqaroni huquqi buzilmaydi, buzilsa tiklanadi. Ana o'shandan kelib chiqib sudga shoshilmanglar. Suddan o'tganinglardan keyin qiynalib qolasizlar agar sizlarning foydalariga qaror chiqarmasa. O'shaning uchun birinchi shu tashkilotlar anaqa urovnida ishlarni hal qilishi harakat qilib ko'ringlar. O'shanda ozgina keyinchalik qiynalmaysizlar. Hamma tashkilotlardan o'tib, iyerarxiya bo'yicha o'shalardan keyin oxiri hech narsa anaqa nima anaqa sizni huquqingizni tiklashga imkoniyat yaratilmasa, ana undan keyin sudga bersangiz bo'ladi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Men ham unaqa yurist emasman. Endi o'qiyapman ozgina. Unaqa yaxshi bilmayman. Lekin mana yuristlar eshitayotgandir, boshqa qilayotgandir. Ana nima deydi, kommentariylarda gapirishsin, balki men xato gapirayotgandirman. O'shaning uchun birlashsak, birga harakat qilsak, Xudo xolasa mamlakatimiz qonun ustuvorligi mamlakati bo'ladi. Hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Faqat birga harakat qilishimiz kerak. Men bilmagan narsani sizlar menga o'rgatasizlar, sizlarni bilmagan narsalarni men sizlarga o'rgataman. Boshimdan o'tganini aytyapman hozir sizlarga. Men 9 yildan beri yuraman. Qonun ustuvorligini, prezident siyosatini targ'ibot qilib, o'z huquqim darajasida huquqim buzilganligi oqibatida men anaqa qilib yuribman, huquqimni tiklab. BMT bor, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilsa bo'ladi. Endi bu sudda ham huquqingiz tiklanmasa, keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilsangiz bo'ladi va sizni inson huquqlari bo'yicha sizni himoya qila oladi ular. Nega deganda xalqaro hujjatlarni tan olingan, O'zbekiston tarafidan tan olingan, ya'ni ratifikatsiya qilingan hujjatlar bor. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga implementatsiya qilingan, ya'ni kiritilgan ushbu hujjatlarni nazorat qiluvchi taraflar bor. Bular hammasi tartibga solingan, faqat siz u tartibni bilmaysiz. O'shaning uchun ham u tartibni bilmaganingiz uchun harakatingiz noto'g'ri bo'lib chiqadi. O'shaning uchun o'rganinglar. Kiringlar, lex.uz ga kiringlar. Bir-biringlarga bilmaganinglarni o'rgatinglar. Qonunlarni o'rganinglar. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat eshitganinglarga. Fikringlarni bildiringlar. Omon bo'linglar.